Matrasingiz eskirib qolgan bo'lsa yoki cho'kib ketgan bo'lsa, tashlab yuborishga shoshilmang, chunki men sizga hozir buni zo'r yechimini ko'rsataman. Ya'ni xalq tilida topper zamonaviy ko'rpacha. Ushbu topperimizni cho'kib qolgan matrasinglarni mana ko'rishingiz mumkin. Matras cho'kib qolsa yoki eskirib qolgan bo'lsa, shundoq ustiga qo'ysanglar, matrasinglar yengidek bo'ladi. Buni matras uchun maxsus ishlab chiqarilgan. Mana bunday o'zining rezinkalari bo'ladi. 4 ta tomonida matrasga shundoq kiydirib qo'ysanglar, topper hech qayerga siljib ketmaydi, bir joyda turadi. Yumshoq bo'ladi. Matosi ham 100% turetskiy hiba matodan tayyorlangan, sizni umuman terlatmaydi. Balandligiga keladigan bo'lsak, 7 sm bo'ladi. Razmeri 2 ga 1.60. Buni narxi 790 ming so'm. Bundan tashqari bir kishilik topperimiz ham mavjud. Bir kishilik topperimizning razmeri 2 ga 90 bo'ladi, balandligi 7 sm. Buni narxi 440 ming so'm chiqadi. Narxlari razmerlariga qarab birozgina farq qilishi mumkin. Agar sizlarga topper kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'tib ma'lumotlaringizni qoldiring. Sotuv menejerlarimiz sizga aloqaga chiqib, to'liq ma'lumot berishadi. O'zbekistonning istalgan hududiga yetkazib berish xizmati mavjud. Ekrandagi raqamlar orqali buyurtma qilsanglar bo'ladi.